Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Demak, bugun 10-darsimizni boshlaymiz. Ya'ni iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari fani bo'yicha. Demak, bugun mavzumiz audio va video materiallarni yaratish va qayta ishlashning zamonaviy vositalari bo'yicha. Demak, o'tib ketamiz har doimgidek. Demak, Malik Ruslan Raufovich boshlaymiz va quyidagilar bo'yicha aynan audio va video materiallarni qanday tayyorlaymiz va ular bilan qanday ishlaymiz degan savollarga qisqagina javob olamiz. Va multimedia bilan tanishuvdan boshlaymiz bu yerda. Demak, multimedia bu matn, grafik, ovoz, video, animatsiyalarni birlashtirib foydalanuvchiga boy ma'lumotlarni ko'rsatib beruvchi yangi texnologiyalardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Aynan multimedia. Zamonaviy kompyuterlar tizimida multimedia ma'lumotlarni yaratish, saqlash va qayta ishlash imkoniyatini taqdim etib boradi. Hozirgi kunda ham. Demak, birinchisi multimedianing asosiy qismlaridan bittasi bu matnlar. Biz har kuni deyarli matnli axborotlar bilan ishlaymiz. Ikkinchisi esa grafikli ma'lumotlar. Demak, har bitta matnlar asosida raqamlar va raqamlarda esa grafiklarni hosil qilish imkoniyatiga ega bo'lib boramiz va ovozli ma'lumotlar. Biz matnli ma'lumotlarni ovozli ma'lumotlarga ham ko'chirib olish imkoniyatiga ega bo'lib boramiz. Va keyingisi video. Bu tasvirlarning harakatini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi va animatsiya esa demak ma'lum bir grafikaga harakat berilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va kompyuterdagi tovush ma'lumotlari turlari haqida gapiradigan bo'lsak, demak, birinchisi ovozni raqamlashtirish. Bu esa demak analog ovoz signallari raqamliga o'tkazish masalasi birinchi o'rinda turadi. Demak, shuning uchun ishlatiladi. Aynan bu ovozni raqamlashtirish jarayoni aynan analogli ko'rishdagi signallarni raqamlarga o'tkazib berish uchun ishlatiladi va namuna uchun demak aynan chastota ishlatiladi. Bu esa aynan insonlarni eshitish uchun 44100 Hz bo'lib hisoblanadi. Aynan bu Hzda aynan inson eshitishi uchun eng kerak bo'lgan tovush to'lqini bo'lib hisoblanadi. Va studiyalarda va telefon sifatida qaraydigan bo'lsak, bularni farqlashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan sintezlangan tovushlarni ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kompyuter tomonidan sun'iy ravishda yaratilgan tovushlarni aynan ajratib olishimiz mumkin bo'ladi va bu sintezlangan tovush bo'lib hisoblanadi. Aynan sintezlangan tovushlarni yaratish uchun ma'lum bir matematik algoritmlar yordamida ham demak hosil qilib boriladi. Ya'ni MIDI degan musiqa asboblari yordamida ham bu narsani bajarishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa FM sintezator asboblari yordamida ham bu jarayonni bajarishimiz mumkin va hokazo. Aynan bu jarayonlarda demak ma'lum bir tovushlarni ma'lum bir sintezlar yordamida ma'lum bir qismlarni yo'qotish orqali ham hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ovozni siqish texnologiyalari to'xtaladigan bo'lsak, bu to'g'ridan to'g'ri fayllarga nisbatan olinadi. Aynan siqish ikki turga bo'linadi. Demak, yo'qotishsiz siqish va yo'qotish bilan birgalikda siqish bo'lib hisoblanadi. Aynan bu yerda yo'qotishsiz siqishga qaraydigan bo'lsak, aynan bunda ko'p ishlatiladi. IFF yoki WAV degan formatlari bu yo'qotmasdan turib ma'lum darajada siqish formati bo'lib hisoblanadi. Aslida sifat to'liq saqlangan holatda aynan siqib boriladi. Va yo'qotishli siqishga qaraydigan bo'lsak, biz ko'pinchalik ishlatadigan MP3, AAC hamda OGG degan formatlari juda ham ko'p ishlatiladi. Bu inson qulog'i sezmaydigan ma'lumotlarni o'chirib tashlanish yordamida buni ma'lum darajada siqish imkoniyatini beradi. Ya'ni fayl hajmi sezilarli darajada kamligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va siqish nisbati haqida gapiradigan bo'lsak, MP3 formati bilan WAV degan formati nisbatan 10 ga 1 gacha siqish nisbatiga ega bo'ladi. Ya'ni 10 marta bunisi katta bo'lsa, bunisi esa 10 marta kichikligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va
psixoakustik model ham ishlatiladi. Ya'ni inson eshitish xususiyatlaridan foydalanib, quloq sezmaydigan tovushlarni olib tashlash orqali ham ma'lum bir siqish usuli ishlatilib boriladi. Va ovozni qabul qilish va takrorlash qurilmalariga keltiradigan bo'lsak, bu birinchi navbatda mikrofonlar. Demak, bizni ovozlarimizni to'g'ridan to'g'ri kamera yoki bo'lmasa ma'lum bir qurilmalarga yozib berish imkoniyatini beradi. Va keyin esa demak aynan ovozlarni tinglash qismi bor. Naushniklar orqali tinglash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Naushniklar ochiq naushniklar bo'lishi mumkin, yopiq naushniklar bo'lishi mumkin. Va karneylar, bu karneylarning hozirgi kunda bir necha turlari mavjud. Bu ovozlarni chiqarish uchun ishlatiladi. Va ovoz kartalari, demak aynan qurilmalar ichida ma'lum bir sxemalar shaklida bu yaratiladi. Aynan shunga ovoz kartalari sifatida ishlatamiz. Demak, ovozni qayta ishlash va tinglash dasturlari haqida gapiradigan bo'lsak, demak u dasturlar birinchi navbatda ovozni yozish, qanday qilib ovozni yozish mumkinligi haqida gapiriladi. Bu yerda mikrofon orqali yoziladi va aralashtirish bir necha ovoz kanallarini boshqarish imkoniyatini ham beradi. Va tahrirlash qismi, demak aynan ovozni qayta ishlash uchun aynan raqamni ko'rishga bo'lib olinadi. Va keyingisi o'ynatish, demak tayyor audio faylini demak to'g'ridan to'g'ri yuqori sifatli jarayonga, ijro etish jarayoniga qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu qismlarga bo'linib boriladi. Har qanday ovozni qayta ishlash dasturiy vositalari xuddi shunday vazifani bajarib boradi. Va ovoz kanallarini boshqarish qismiga qaraydigan bo'lsak, bu to'g'ridan to'g'ri bir necha ovozlarni aralashtirishga keladi. Bu zamonaviy asbob dasturlardan bittasi DAW degan dasturlar yordamida bir necha vaqtning o'zida yuzlab ovoz kanallarini boshqarish imkoniyatini beradi. Aynan u yerda ovoz balandligi, chap, o'ng joylashuv jarayonlari va chastotasi, aks sado, dinamiklarni boshqarish jarayonlarini o'z ichiga olib ketadi. Aynan ular bilan ishlab boradi. Eng mashhur aynan ovozni qayta ishlovchi dasturlar bo'yicha oladigan bo'lsak, bu Adobe kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Audition degan qismi va Audacity degan dasturlar, Pro Tools va hokazo dasturlarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Aynan ma'lum bir yo'nalishlariga qarab bu dasturlar ishlatib boriladi. Va Audacity degan dastur bor, bu bepul va ochiq kodli bo'lib hisoblanadi. Va sintezlangan tovushlar bilan ishlash qismlari mavjud. Demak, bu MIDI degan sintezatorlar yordamida ishlatiladi. Bu musiqa asboblarini raqamli ko'rinishga o'tkazib berish amalini bajaradi va FM demak sintezator asboblari bu chastotalar bo'yicha maksimum yoki minimumga oshirib beradi. Va TTS texnologiyalar ishlatiladi. Matnni nutqqa aylantirib beruvchi ishlatiladi. Ya'ni Google'dagi ma'lum bir translatorlar mavjud. Masalan, ingliz tilida yozilgan tovushlarni, matnlarni aynan uni o'qib berish imkoniyatini beradi. Aynan shunday ishlatiladi. Va hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladi, demak, sun'iy intellektda ovozlarni sintez qilish masalasi. Bu neyron tarmoqlari yordamida amalga oshirib boriladi. Va video tasvirlar bilan ishlash jarayoniga qaraydigan bo'lsak, demak, to'g'ridan to'g'ri analogli videolarni qayta ishlashga keladi. Demak, analogli videolarni ma'lum bir raqamga aylantirish qaratiladi. Demak, raqamli videolar DVD raqamli ko'rinishda siqish va saqlash ko'rinishida ishlatiladi. Analogli videolar esa demak magnitli lentalarda yozib borish jarayonini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladigan qismlardan biri HD videolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ularni HD qismiga qarab 720, 1080, 360 va yuqori aniqliklari mavjud bo'lib boradi. Va bundan tashqari 4K, 8K videolar ham ishlatiladi. Bu esa demak Ultra HD professional standartlari bo'lib hisoblanadi va ekranlar ham shunga mos holatda ishlab chiqarilmoqda. Va TV video
standartlar mavjud. Demak, bu yerda dunyo bo'ylab turli televizion standartlar qo'llaniladi. Har bir standart aniq va ma'lum bir kodlash tizimi bilan farqlanadi. Masalan, NTS bu AQSh va Yaponiyada ishlatiladi. Demak, kadrlar tezligi qatorlar soniga qarab farqlanadi. Demak, 29.97 FPS, ya'ni har bitta kadrlarning tezligi shundan iborat bo'lib boradi. Va har bitta qatorlar soni esa, demak, jo'natadigan qatorlar soni bu 525 qatordan iborat bo'lib boradi. Ya'ni O'zbekistonda PAL degan standart qo'llaniladi. Bu 25 kadr soniyasiga 1 sekundda 25 kadr va 625 qator aniqlik bilan ishlash formatlari ishlatiladi. Aynan O'zbekistonda. Bu esa Yevropa va Osiyoda ishlatiladigan aynan video standartlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni TV video standartlari bo'lib hisoblanadi. Aynan shu standartlar asosida televideniyani yuritish mumkin bo'ladi. Demak, aynan kompyuter va televideniyada videolarni farqlash mumkin. Ya'ni kompyuterda to'g'ridan to'g'ri, demak 16 ga 9 va aspekt nisbatlarini qaraydigan bo'lsak, demak ruxsat etiladigan standartlar televideniyada va ranglar fazosiga qaraydigan bo'lsak, kompyuterda bu RGB, aynan televideniyaga qaraydigan bo'lsak, RGB ning o'rniga ularda ishlatiladi EUV degan qismi ishlatiladi. Ya'ni mana bu yerda farqini ko'rishimiz mumkin bo'lib boradi. Va keyingisi, demak, skanerlash turlari bor. Bu bilan farqlanadi, ruxsat berish qismlari bo'yicha farqlanadi va yangilanish tezligi bo'yicha ham farqlanib boradi. Kompyuterda esa yuqoriligini ko'rishimiz mumkin va signal turi bo'yicha ham farqlanib boradi. Signal turi bo'yicha, demak, to'g'ridan to'g'ri kompyuterdan ishlatganimizda HDMI kabellar orqali to'g'ridan to'g'ri raqamli signallarni yetkazib berish imkoniyatini beradi va televideniyada esa ko'proq analogli va raqamli ma'lum bir qismlari eshitish uchun ishlatiladi. Va video formatlari haqida gapiradigan bo'lsak va analog va raqamliga qaraydigan bo'lsak, demak, analogli VHS, ya'ni ishlatiladi. Aynan uyda videolarni ko'rish uchun keng tarqalgan u formati bo'lib hisoblanadi. Yoki bo'lmasa SVHS degan qismi ishlatiladi. Bu yuqori sifatli videolarni ko'rishimiz mumkin va hokazo. Demak, raqamli formatga keladigan bo'lsak, DV, mini DV, DVD, MP4 va hokazo formatlarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bular esa aynan videolar bilan ishlash uchun xizmat qiladi. Va raqamli videolarni siqish va raqamlashtirishga keladigan bo'lsak, bu o'z navbatida 5 qismga bo'linadi. Demak, birinchisi analog signallarni qabul qilish. Bu yerda kamera orqali har bitta signallar qabul qilinib boriladi va keyin esa kadrlarga ajratish bo'limiga kelamiz. Video oqimiga qarab, demak, ma'lum bir sekundlarga qarab kadrlarga ajratib boriladi. Va ranglar konveksiyasiga qaraydigan bo'lsak, demak, to'g'ridan to'g'ri RGB formatida ishlatiladi. Aynan video formatiga o'tkazish uchun aynan ESBSR ko'rinishdagi formatga o'tkazib boriladi. Biz mana bu yerda ko'rib o'tib ketdik. Aynan mana bunday formati bor. ESBSR degan formati, ya'ni UV, ya'ni televideniya uchun ishlatiladigan formatlar aynan mana shu yerda ham ishlatilishini ko'rishimiz mumkin. Va siqish algoritmlariga keladigan bo'lsa, MPG ko'rinishda HD, H264, 265 ko'rinishda ham algoritmlardan foydalangan holda siqish mumkin bo'ladi va saqlash va uzatish jarayonida to'g'ridan to'g'ri ishlatiladi. MP4 hamda MKV holatlarda ishlatib boriladi. Va video kameralarga qaraydigan bo'lsak, bular matritsali optik yozish va audio imkoniyatlarini o'zida taqdim qiladi.
va videoga olish usullariga qaraydigan bo'lsak, demak analogli yozish, raqamli yozish, televideniya tunerlar orqali yozish, DVD yozish, xotira kartalari va DVDga o'tkazib berish amallarini bajarib boradi. Va analogli va raqamli suratga olish jarayoniga qaraydigan bo'lsak, demak analoglida to'g'ridan-to'g'ri biz suratga olib boramiz, raqamlida esa ma'lum bir zamonaviy kameralar yordamida biz suratga olish va uni to'g'ridan-to'g'ri yozib olish imkoniyatini beradi. Va televizor tunerlar va DVD uni suratga olish jarayoni ham o'z navbatida qismlarga bo'linadi. Demak, televizor tunerdan suratlarni olish jarayonida analogli signallarga aylantirib bizga ko'rsatib beradi. Va xotira kartasida uzatish amali bor. Demak, bu SD, micro SD degan va compact flash va hokazolarga bo'linib ketadi. USB fleshkalar ham aynan shu kartalar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni xotira kartalari bir joydan boshqa joyga olib o'tish uchun ishlatiladi. Va DVDga suratga olish disklari to'g'ridan-to'g'ri DVD disklariga yozib borish jarayonini ko'rib o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, videoni tahrirlash jarayoniga keladigan bo'lsak, bu chiziqli va chiziqli bo'lmagan tahrirlash jarayoniga o'tadi. Demak, chiziqli videolar bu analogli usullar yordamida videolarni lentalardan ketma-ketligiga ko'rinishda olib borish jarayonida bu chiziqli tahrirlash usuli bo'lib hisoblanadi. Va nochiziqli esa demak kompyuter dasturlari yordamida ishlatiladigan jarayon nochiziqli videoni tahrirlashga keladi. Va nochiziqli videoni tahrirlashning afzalliklari, demak, birinchisi tezlik va samaradorlik o'z ichiga olib ketadi va effektlar va filtrlarni qo'yish imkoniyatini beradi. Bekor qilish amallari mavjudunda ko'p formatli eksportlarni qilish imkoniyatini beradi. Va videolarni transkodlash va DVD tasvirlarni yaratish jarayoniga qaraydigan bo'lsak, bu to'g'ridan-to'g'ri AVIdan MP3 ga yoki 4K dan 1080p ko'rinishdagi formatlarga o'tkazish bilan yakunlanib boradi va bu jarayon esa demak videoni tayyorlash, DVD mualliflik va diskka yozish jarayonini o'z ichiga olib ketadi. Va shuning bilan demak darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar.